Assalamu alaikum balla. Biz bugün birlikte elif öğreneyle. Aldı bilen men sizlerden bir sual sorap bakay. Biz hazır qaysi planetda yaşavatımız? Ay şardı mı? Yer şardı mı? Yoki Mars'dı mı? Yaşarı. Yaşarı. Yaxşı. Biz hazır yer şarda yaşavatımız. Ondaq bolsa bu yer şarda qanchalik odam bor bilamsizlar? Ben bilmeyen. Sizchi? Yaxshi, sizlar bilmayotgansizlar. Men deb beraman. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining statistika qilishicha, hozir dunyoda 8 milliarddan ortiq odam yashaydi. Ondaqda bu 8 milliarddan ortiq odamning hammasi bir xil tilda so'zlashadiganmidi yoki har xil tilda so'zlashadiganmidi? Sizlar bilamsizlar? Ben bilmeyen. Sizchi? Bilmeyen. Ne için? Milliy katalogga asoslanganda hozir dunyoda 7100 dan ortiq til bor ekan. Demak, mush 8 milliarddan ortiq odam 7100 xil tilda so'zlashdi ekan. Undaq bo'lsa masalan alaylik. Fransuzlar fransuz tilida so'zlashdi ekan. İnglizlar bo'lsa ingliz tilida so'zlashdi ekan. Yaponliklar yapon tilida so'zlashdi ekan. Undaq bo'lsa sizlar qaysi millatdan? Uygar. Uygar. Biz Uyg'ur tilida so'zlashimiz. Uyg'ur tili. Uyg'ur tili. Uyg'ur tilining ikki xil yozilishi. Bu Uyg'urcha xatlar chiroyliqmikan? Bu Uyg'urcha xatlar bek chiroyliqka. Biz bu Uyg'urcha xatlarga qarab Uyg'ur tiliga texmo amroq bo'lib qoldik. Uyg'ur tili. Bizning Uyg'ur tili bo'lsa, oldi bilan harflardan tashkil topgan. Undaq bo'lsa, harf degan nima? Harf deganimiz biz odatda qilsak, og'zimizdan har xil ovozlar chiqadi. Masalan, ay dedik-ku, at dedik-ku, ashula har xil ovozlar. Demak, o'sha ovozlarni biz tovushlar deb ataymiz. Bu tovushlarni yoziqda har xil belgilar bilan ifodalaymiz. Shu tovushlarni ifodalaydigan belgilar bo'lsa, harf deb atildi. Biz bu harflarni bir-biriga qo'shsak, bo'g'im hosil bo'ldi. Bo'g'imlarni bir-biriga qo'shish orqali söz hosil bo'ldi. Sözlarni bir-biriga qo'shsak, oxirida bir jumla hosil bo'ldi. Masalan, alaylik. Men anamni yaxshi ko'raman. Men anamni yaxshi ko'raman. Sizchi? Menmo anamni bek yaxshi ko'raman. Sizchi? Menmo anamni bek yaxshi ko'raman. Yaxshi. Biz hammamiz onamizni bek yaxshi ko'rganmiz. Lekin-chi balla, ba'zida shu o'zimizning yaxshi ko'rganligimizni onamizga deb turmasak, onamiz buni bilmaslik mumkin. Shunga sizlar chiqib apanglarga, "Apa, men seni bek yaxshi ko'raman" deb apanglarni suyib qo'yib kiramsizlar? Makam. Yaxshi. Endi qaytib keldik. Undaq bo'lsa, vallahi Uyg'ur tili oldidan harflardan tashkil topdi degan-ku. Demak, bizning Uyg'ur tilida 32 harf bor. Bu 32 harfning 8i bo'lsa so'ziq tovush, qolgan 24i bo'lsa uzuk tovush. Undaq bo'lsa, so'ziq tovush degan nima? Uzuk tovush degan nima? Masalan, biz osmondagi ay desak, ay. Demak, bu ikki tovush chiqdi. A, Y deb. Bu A bo'lsa so'zilib chiqdi, Y bo'lsa so'zilmay tizla chiqib ketdi. Demak, so'zilib chiqadigan tovushlarni so'ziq tovush. Ama üzülüp tizli chiqadigan tovushlarni uzuk tovush deb ataymiz.
Undaq bolsa men sizlarga bu 8 so'zliq tovushni bir qator o'qib berayam. A, A, E, I, O, U, Ö, Ü. Endi qolgan 24 tovushni o'qib 24 uzuk tovushni o'qib beray sizlarga. B, P, T, N, D, R, Z, J, Y, V, L, M, S, Ş, C, Ç, X, K, G, N, F, Q, R, H. Demek mana bu şu 8 so'zliq tovush, 24 uzuk tovush. Endi men sizlarga elifba qo'shiqini o'qib berayam. Agar sizlarmi buni men sizlarga buni oldida bir qatam o'rgatgandim-ku. Elifba qo'shiqi esinglarda bo'lsa, men bilan birlikda o'qib beramsizlar? Undaq bo'lsa boshlaylik. 1, 2, 3. 8 so'zliq tovush, 24 uzuk tovush. Tolumu güzel ana til, obdan ögen toluk bel. Hop hop hop, kelinler elip'e ögineyli. Ana tilni puxta igellayli. Köpçilik hemmeylen ana tilda, azade hem ravan sözleşeyli. A, E, I, O, U, Ö, Ü, B, P, T, N, D, R, Z, J, Y, V, L, M, S, Ş, C, Ç, X, K, G, N, F, Q, R, H. Yaxshi, mana bu elifba qo'shiqimizni o'qib oldik. Endi balla biz mushu 32 harfning faqat ana harfini bir qator o'rganib chiqaylar. Meningcha sizlar ana harfini o'rganib bo'lgandan keyin bu ana harfning yana bolallarim borchu, bolalarni meningcha anasini bilgandan keyin bolalarni texmi tezla o'rganib olasizlar. Undaq bo'lsa men buni bir qatim o'qib beray, sizlar ergishib bilamsizlar? Almadaki A. Almadaki A. Eynekteki E. Eynekteki E. Eyikteki E. Eyikteki E. İtteki I. İçteki I. Otteki O. Otteki O. Uygurdaki U. Öydeki Ö. Üzümdeki Ü. Üzümdeki Ü. Yaxshi. Endi bu yoqqa qarasanglar. O. To'rtal Ö o'tirdi. Buni qaranglar. Mana bu yendiki bir agilma peshi bari uka. Demak, onun ustiga birimda agilma pesh qo'ysak, u bo'ldi ekan. Onunğa bir ördekning yig'iga o'xshash yapilaq bir belgi qo'ysak, bo'ldi ekan. Ondan keyin üzümga o'xshash, üzümdagi uyga o'xshash tek siziq qo'ysak, nima bo'ldi ekan? Bu o uyga aylanadi ekan, uy bo'ldi ekan. To'rtining farqini bilib oldinglarmi? Endi beliq tikki B. Beliq tikki B. Pul diki P. Puldaki P. B, P. Qarasanglar B'ning bir tal chiqdi ekan, ostida P'ning bo'lsa 3 tal chiqdi ekan. Tavus diki T. Tavusdaki T. Tavusdaki T. Nan diki N. Nandaki ne? Ne, T. Ne T? Qarasak N'ning ustida birli chiqdi va T'ning bo'lsa 1, 2, 3 tal chiqdi ekan. Dopa diki D. Dopadaki D.
Raketadaki re. Raketadaki re. Zirafedeki z. Jurnaldeki j. Jurnaldeki j. R, Z, J. Qarasanlar, Z'nin üstüde bir çıkıt, J'nin üstüde bolsa 1, 2, 3. 3 tal çıkıt oke. Hem de yürekteki Y. Yürekteki y. Varatardaki V. Varatardaki v. Leglekteki L. Leglekteki l. Maşinadaki M. Maşinadaki m. Saatteki S. Saatteki s. Şardaki Ş. Şardaki ş. S, Ş. Ş'nin üstüde 1, 2, 3 tal çıktı oke. Qarasanlar, S bilen Ş'nin farkı şuke. Ondaq bolsa, böldürgendeki C. Böldürgendeki c. Çamgordaki Ç. Çamgordaki ç. Xorazdaki X. Xorazdaki h. C, Ç, X. C. Qaranlar, C'nin ma qursa qismida bir tali çıkıt, Ç'nin 2 çıktı oke. Amma ma X'nin ço, xorazga o'xshash, ma taji bo'lganga o'xshash, ma üstü tarafida bir çıktı oke, X'nin. Hamda kavadaki K. Kavadaki k. Gilamdaki G. Gilamdaki g. Yangaqdaki N. Yandaki n. K, G, N. K, g, n. Qarasanlar, ma K. Ondan keyin bu G'ning bo'lsa, üstüde bir tane tik siziq oke. N'ning bo'lsa, ma üstüde 1, 2, 3 tal çıktı oke. Yangaqdaki N'ning. Ondaq bo'lsa, fontandaki F. Fontandaki f. Hamda qo'ydaki Q. Qo'ydaki q. Qo'zadaki Q. Qo'zadaki q. F, Q. F'nin üstüde bir çıkıt, ma Q'ning olsa 1, 2 çıktı oke. G'azdaki G. G'azdaki g. Haradaki H. Haradaki h. Mana shuning bilan bu o'tishga harfimizning ana harflari tugadi. Oxirida men Uyg'ur tilini yaxshi ko'raman. Sizchu? Men Uyg'ur tilini bak yaxshi ko'raman. Men Uyg'ur tilini bak yaxshi ko'raman. Undaq bo'lsa, mush gapinglar rost bo'lsa, Uyg'ur tilini birlikda texim yaxshi o'rganaylik. Bo'ldi, undaq bo'lsa, bugungi darsimiz mishayish bo'lsin. Xayr xo'sh.